Prezidentimizning maktabdan kasb va tilni o'rganib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i degan hayotiy g'oyalari asosida Sho'rchi tumanidagi 122-sonli alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar maktab-internatida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Bu dargoh ostonasidan kirgan har bir bola avvalo mehr-e'tibor, tushunish va ishonch muhitini his etmoqda. Sukunat bag'rida ulg'ayayotgan har bir o'g'il-qizlar uchun maktab oddiy ta'lim dargohi emas, balki imkoniyatlar eshigi, orzular qanot yozadigan maskan hisoblanadi. Bu yerda ularga nafaqat fanlar o'qitilmoqda, balki hayot saboqlari, mustaqil turmush ko'nikmalari, eng muhimi o'z kuchi va iqtidoriga ishonish tuyg'usi singdirilmoqda. Maktab-internatida kasb-hunar o'rganish jarayonlari izchil va mazmunli yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy jihozlangan ustaxonalarda tikuvchilik va chevarchilik sirlari o'rgatilmoqda. Yog'ochga ishlov berish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Oshpazlik yo'nalishida esa turli taomlar tayyorlash ko'nikmalari shakllantirilmoqda. Har bir mashg'ulotda o'quvchilarning qiziqishi va qobiliyati inobatga olingani ham bor gap. Ular tayyorlayotgan buyumlar, liboslar va taomlar nafaqat o'quv jarayoni samarasi, balki mehnatga bo'lgan hurmat va intilish timsolidir.